Yaqinda bir voqeani guvohi bo'ldim. Bozorda yurganimda bir ayol bilan ko'rishib qoldim. U ayolni ko'rinishiga qarab, hamma narsasi yetarli, hamma narsasi muhayyo. Hech bir og'rig'i, qiyinchiligi yo'q deb o'ylaysiz. Lekin o'tirib biroz suhbat qilsangiz, uni og'riqlari, uni qiyinchiliklari, uni hattoki ikkinchi guruh nogiron ekanligini ham sezish qiyin emas. Shunda u ayol bilan suhbatimizda shunaqa gap aytdilarda, men juda ham baxtliman, farzandlarim qadrlashadi, yaqinlarim bor, ota-onam bor, hamma qadrlaydi meni. Butun bozor ahli meni yaxshi ko'radi. Men unchalik ham bu gaplarga ishonmadim va qo'llariga ko'zim tushib qoldi. Shunda qo'llariga qarasam, qo'llari shunchalar darajada katta kuygan, kuyish holati bor qo'lida. Va sekin qo'llarini silab so'rasam, aytdilarki, qo'lim suvga kuydi, o'zim xalisa qilib sotaman bozorga. Ham ishlayman, ham gruppa olaman, ham bozorga xalisa qilib olib kelib sotaman. Farzandlarim qiynalmasin, menga o'xshab yo'qchilik azobini ko'rmasin. Ular baxtli yashasin, zoriqmasin hech narsaga deya harakatdaman dedi. Shunda sekin u ayol bilan gaplashganimizda, o'sha qo'li kuygan vaqtida ham hech kim yordam ko'rsatmagani, faqat o'ziga o'zi xizmat qilib, qiynalsa ham shuncha og'riq azob bilan o'zi bu vaziyatdan chiqishga harakat qilib tirashganini aytdi va ko'ziga yosh keldi. Shunda juda menga bu voqea ta'sir qildi va butun o'zbek ayollarini o'yladim. Haqiqatdan ham bizni o'zbek ayollarida shunday o'zidan kechib farzandimga deya qilish, farzandi uchun yashash, farzandi uchun sharoit yaratish. Lekin o'ylanib qolaman-da, farzand shunday holatda qadrlarmikan? Farzandlar shunday holatda ota-onaga qilgan xizmatlarini qaytara olarmikan? Hayotiy tajribamda shuni ko'rdimki, agar ayol o'zini sevsa, uni turmush o'rtog'i sevar ekan. Agar ayol o'zini sevsa, o'ziga birinchi yordamni qila olsa, uni farzandlari sevar ekan. Unga farzandlari mehr ko'rsatar ekan. Biror joy bezovta bo'lsa, farzandlari darrov hol so'rar ekan. Lekin bugungi kunda bunday ayollarimiz juda ham kam. Sevilib yashashdan ko'ra xo'rlanib yashayotgan, qiyinchilikni yelkasiga ortgan va hattoki farzandlari tomonidan qadr ko'rmayotgan, mehr ko'rmayotgan, iltanib siltangan ayollar juda ko'p. Men bu murojaat bilan nima demoqchiman? Aziz ayollar, bugun siz yordamni boshqalarga emas, sevgini boshqalarga emas, aynan farzandingizga ham emas, birinchi o'zingizga ko'rsatganingizda va atrofdan sevgi olasiz. Shunaqa gap borku, samolyot qulayotgan bo'lsa, kislorod balonni farzandingdan ham oldin o'zingga taq. Chunki farzanding seni qutqara olmasligi mumkin. U kichkina. Yoki boshqalarda ham qutqarish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Lekin seni imkoniyating ko'plab insonlarni qutqarishga yetadi. Biz o'zimizda bo'lmagan holatda boshqalarni qutqarishga ovoramiz. Boshqalarni qutqaramiz, boshqalarga yordam qo'lini cho'zamiz deya ovoramiz. Lekin bizda kislorod baloni bo'lmasa, o'zimiz himoyalangan bo'lmasak, o'zimizda baza bo'lmasa, biz hech kimni qutqara olmaymiz. Qachonki biz o'zimiz qutqaruvchi holatida bo'lsak, bizni o'zimizda bo'lsa hamma narsa, biz kimgadir yordam qila olamiz. Biz hozir yordam qilyapman, ulashayapman degan narsamiz boshqalar uchun aslida yordam emas. Shuning uchun aziz ayollar, o'zingizga eng birinchi sevgini bering. O'zingizni qadrlang. Qachonki siz o'zingizni qadrlaganingizda, o'zingizga nimadir hadyalar berganingizda, atrofda hamma siz uchun o'sha munosabatlarni qaytarishga ovora bo'lishadi.